Hey, manga o'xshash tamoq etishga 3 qizlar bormi, yo'qmi? Chiqinglar bir parangish baqaylik. Tamoq etishga ajoyib amroq tamoqdan gul chiqaradigan qizlar, bo'ldi pinglinchorimni go'zal tamoqlaringlarni yo'llab, mening ichimni qaynatmanglar. Nimalarni etib ketib borsizlar qizlar? Etaversak tamoqlarni qolmaydi ekan. Tamoqlarni yeverib bu aylarning oshqozonlari olmaydi ekan. Ya bu yuzi qilin qo'saqmi bir vaqt oshmaydi ekan danglar, 3 vaqt ichib olmaydi ekan. Bizga aytgan tamqonlarni pinglin rayoniga yo'llanglar qizlar. Nima aytyapsizlar sizlardan o'ginib aytman etay, o'gimman etay deb tamoq risolasi tuzmasam bo'lmaydi. O, dang aytadigan qiz chiqqandan yoqi aytgan tamoqlarim toza, yo'ldishimga yarmidi. Pinglinchida xili g'ayvatlar bo'lishib qoldigan o'xshaydi qizlar. Ha, alringlar ko'ryotamda, ko'rmayotamda sizlarnimi? Shunda qilib bugun betidigidek tamoq etay deb, mush tamoq degani etib tayyor qilib oldiq akaga vaqtda yo'ldishimning ishi chiqilib bir ketgan bo'lib oldi. Yemedi jinim sotgan ketaylar, yemedi mening tamqimni bugun aytgan tamqimni yemedi bu. Aytdim boshlab qazamishdim, men Stepani berib, o'zim astan muloyimlikni o'ginib kelib, o yo'ldishimning muloyimlarga qarshi fursat bermayman. Chunki hozir yomonlab kelsak akamaydi bu ala. Burunlar yomonlab kelsam, shu oltin uzuklarning zanjirlarini appas yinib kelgan ayatvorli xotinlar qolmadi. Hozir ketadiganimiz alak bayram bo'ladi. O işte nimlanda ketdik, masalamlarni qilmaylik, g'ayvatlarni so'zlab ketdik. Qizlar to'xtanglar, salam qilib olaylik. Qanday ahvolinglar qizlar, yaxshimisizlar? Voy, bir qizlar yaxshimisizlar desam, xapalab qopti. Voy, bu filmlaringiz biz ayirlarni ko'ryapmiz, demiş ayirlar ayollar deb tang demaysiz. Qizlarni ko'ramdi filmingizni deydi. Yaxshimisizlar ayollar, filmimni ko'ryotgan do'stlarga taranch kilim yesardan o'tliq salam. Mush filmlarimni guanjo qilib, mush yuraklarni berib ketayotgan, oxirgacha ko'rib ketayotgan qizlarning qo'llaridan gullar unsin. Guanjo qilmay ko'ryotganlar nima bo'lib kelsin? Shunga guanjo qiling, ayli yomonlab ketsiz mendan. Amma qiynapanglarmi mushta tamoq atgan vaqtlaringlarda mush go'shtlarni saljiq oz to'g'rab qo'ysanglar tillab qo'ygan ishlar bormi? Mening o tilanglamaydigan kunim yo'q. Pinglinchada mush ancha-muncha gap so'zlagimi shu ko'zim chiqib qoldi. Bir narsani qilamaydi. Bak qiynanamdan anlayotgan tilim yetmagandek, men bir g'angishmaydigan xotinlar gap qilishma. Odam degan oldirmay qiladi. 15 yoshimdan 16 yoshimdan boshlab pul topmay deb mush pulning savdosi bilan mush yoqqa osh etish, tamoq ichish, qozon bishlar juglash ishlarga toza bir ipida bo'lmay qopdi-ku. Endi bemindaq bir kichkina bir aromimizni tepib, to'xta men bolalarimizni cho'ng bo'lib qopdi. Endi o'zimizning iqtisod o'zimizga yetishib bir osh etib, tamoq etib cho'nglar bilan birga o'tiramiz degan vaqtda, men tamoqlarni endi o'ginayotgan vaqtda, bir astroq o'ginamiz, oldirmay o'ginamiz. Men to'y qilib kelgan vaqtimda qiynapam shunda yoshdi. Ha shu yosh bo'lgandan keyin qiynapam o'z oshlarni etib, tamoqlarni etib, meni pul teppason deb qo'llab qilib bergach şomuş tamoqlarni men o'ginamabdi menga yaxshi. Shunga bak kamchiliklarni ko'rib ketmay, mush kamchiliklarni mush sizlarga qiziqchilik qilib chiqib berayotgandan keyin bir o'zdirlanishni, kulishni bir bilinglar qizlar. Qiz maqtab qo'ysam, maqinana mal xayr ichdi. Qasabning xotinimiz siz mushunchalar jiq go'sht to'g'raydigan deydi. Mening aytim muhafiz birdamni qilib pokizda punchalar go'shtni bugun yetvasangiz at kun yo'qmi deb haqich go'shtni ep qoldi. Sizga aytayotganimiz puntang, mush puntangni shundan bir yaxshi ko'rmay o'zimcha. Sizlar yaxshi ko'ramsizlar, yaxshi ko'rsanglar sizlarga it bermayjimi qizlar? Shunda bir astoydliklar aytgan tamoqlarni ancha-muncha qisir topmasam qo'sqim to'ymaydi o qizlar meniki. Ham bu qiynapamning qo'rish jarayonlarini deb bir o'tay, oxirida men chiqargan chataqlarni so'zlab berma. Puntang aytishdim burun, men bir kun avval men iliqi tunugin lampon chiqargan. Ash lamponning yerimi ishib qolgan emasmi? Shuning bilan ash lamponning yerini to'g'rab, mushunga silib puntang qilaylik dedi. Azroq uyda ustaxonlar aka, o'ng'i yiliq go'shtni to'g'radim. To'g'rab unidagi yerini opam ip qoldi, go'shtni qo'rib, piyozni qo'rib, mush qizatquchi lazlarni silib, pomidorlarni silib, obdan qilib qo'rib atgandan keyin ancha-muncha do'rda mallarni tashlab, jon yo'llarni tashlab, vahshiy to'g'ri deb aytdim gaplarni bugun. O'zim biladigan tamoqda ma'lumlik qilib ketmamişda. Ha, to'pigisini qo'yib o'timiz andan. To'g'agan seyimga qarab qizillar yo'q deydi qiynapam. Voy jon hozir sayt setib kelib qoladi desam, ta'limgil mana saylin setib keldi ko'chaga. O'ng'icha Azhar azizamlarmi maktabdan qaytib keldi. Voy opa mevchi o'pa deydi. Qarsam bu akashmi mevchilarni yaxshidan ep kelibdi. Bo'pti qo'llaylish qaldimizga kelgandikin deb hamma mevlardan azroqdan opdiman. Bo'ldi hamda apiradigan to'yg'isi hamma nimani oldi-ku bular. Qilib kerak sayko'tat mevchi bilan ilib olgandan o'yginib kirdik. Qarsam qazam qaynab qopdi. Ola hazal bir soat qaynasin balam ustaxonlarning ta'mi chiqsin dedi. Bo'ptilar, hamsi azroq e'lon qistirib olay. Xelopda e'lon qistamag'in dedim-ku. O'tkazib o'tmay ko'ringlar e'lon nejmi? 1 sekund deb bo'lmay qo'ltig'inglar tanlamda puramda do'stlar. Bayramlik 50 qo'ydim faoliyat qildim qo'ltiq birkimamni. Ma bayramning 1-kuni 59 ga qaytdi. Shunlashqa chaqanchaqa evlinglar jimi? 5-oyning 1-kuni qo'ltiq birkimining faoliyati to'xtab asli basi qaytdi. Mana e'lonni qistirib bo'g'di chataq chiqdi. Qini buningdagi pon bilan pintoza denglar. Eng avval lozan sapopdimi? Qiynapam. Lozan nima silib atdingiz? Lampon samsaq texi deydi. Oy bo'ptilar opa. Yumshoqroq qilib yeymiz lozlarni desam, yoqsin tishlabli qoldi. Hech qisi yo'q, baribir qo'saq kirgandan keyin o'rin olmasam qimmat o'zgarmaydi deb bu ishlarni o'ngishvatdim. Shunda qilib bu tamoqlarni pishdi. Oxirida polak soldi. Opam, osh ko'k solamizmi desam. Polak solsin bulamda qizlar baho berib beqinglarchi, ammo dadamlarga yarab ketdi, o'xshab ketdi deb, mush qizimg'imi shunda yarab ketdi. Yurakdan birini berib o'ting, ajrim shuni ayt yana bechiqay. Bo'lmasa yana ishga yo'qab ketib qolma. Ma'qulamiz xayr xo'sh, go'zal bo'lib ketinglar yurak bergan qizlar. Go'njoq qilinglar.